Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining raisi Nuriy Turkal apandim bilan Dünya Uyğur Qurultayı ijroiya komitetining raisi va Uyğur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandilarning Amerika Davlat Majlisida muzokara bosqichida turayotgan Uyg'urlar haqidagi ishki qonun loyihasining, ya'ni Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonun loyihasi va Uyg'ur siyosati qonun loyihasini Davlat Majlisidan o'tkazishni teziltish, Biden hukumatining Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonunini to'liq ijro qilishiga kapolatlik qilish, bo'libmi dunyoning har qaysi davlatlarida qaytirish xavfi ostida yashayotgan, moddiy va ma'naviy jihatdan turli qiyinchiliklarga duch kelayotgan Uyg'urlarning masalasini tezdan bartaraf qilish uchun Amerika hukumatiga besim ishiltish maqsadida Amerika Davlat Majlisida boshlatgan lobby faoliyatlari davom qilmoqda. 26 iyul kuni Nuriy Turkal apandim bilan Ömer Qanat apandimlar Uyg'ur musofirlarini qo'g'dashni asosiy mazmun qilgan Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonun loyihasining Davlat Majlisida ma'qullanishida halqiliq shaxslarning biri hisoblangan senator Grisley apandim va yordamchilari bilan ko'rishib suhbat olib borgan edi. 28 iyul kuni Nuriy Turkal apandim bilan Ömer Qanat apandimlar yana Amerika Davlat Majlisida intayin muhim uchrashuvlarda bo'ldi. Shu kuni ular oldi bilan Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur masalasini izchil turda qo'llab kelayotgan, navbatda Amerikada ijro qilinayotgan Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonunini Davlat Majlisida tonishtirgan Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining qo'sh raisi Jim McGovern apandim va yordamchilari bilan ko'rishib, yuqorida aytilgan masalalar hamda ilinishga tegishli tadbirlar ustida suhbat olib bordi. Ko'rish jarayonida Nuriy Turkal apandim o'zining yaqinda nashr qilingan va zo'r ta'sir paydo qilgan Qichish yo'q nomli kitobini Jim McGovern apandimga taqdim qildi. Orqadan Nuriy Turkal apandim bilan Ömer Qanat apandimlar Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasining nopuzliq a'zosi, Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining raisi, bo'libmi Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara halq bostirish siyosatiga qarshi qattiq tadbir olish qistab kelayotgan senator Merkley apandi va tashqi siyosat maslahatchilari bilan ko'rishib, Xitoy hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilish uchun boshlatgan keng ko'lamli ta'tir tashviqot faoliyati va Xitoyning chegara halq bostirish siyosatiga qarshi ilinish kerak tadbirlar haqida suhbat olib bordi. Shu kuni yana Nuriy Turkal, Ömer Qanat, Amerika Uyg'ur birlashmasining yangi raisi Alfidar Iltabir, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Mustafa Aqsu, Amerikadagi jurnalist va shoira Madinay Bowdunlardan tarkib topgan hay'at Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonun loyihasini Davlat Majlisida tonishtirgan. Uyg'urlarga munosabatli butun qonun loyihalarida imzosi bo'lgan Uyg'urlarning qizg'in qo'llag'uvchisi Avam palata a'zosi Jennifer Waxton xonim va yordamchilari bilan ko'rishib, Jennifer Waxton xonimga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytish bilan birga, uningga Uyg'ur xalqi nomidan to'n kiygizdi. Avam palata a'zosi Jennifer Waxton xonim to'n kiygizish marosimida qilgan so'zida buningdan o'zining cheksiz iftixorlanganligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish va Amerika Davlat Majlisida saqlanayotgan Uyg'urlarga munosabatli ishki qonun loyihasining tezdan ma'qullanib rasmiy qonunga aylanish uchun qo'ldan keladigan barliq tirishchiliklarni ko'rsatganligini ifoda qildi. Ömer Qanat apandimning stansimizga bildirishicha, Amerika Davlat Majlisidagi yuqorqidagi ko'rishlar butun hafta bo'yicha har kuni davom qiladi va Uyg'urlar masalasini qo'llab kelayotgan avom va Kengash palata a'zolari bilan keng doirada uchrashish olib berildi. Nuriy Turkal va Ömer Qanat apandilarining yuqorqi maqsadda Amerika Davlat Majlisida boshlatgan harakatiga parallel holda Uyg'ur harakat tashkilotining raisi Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idrislarmi Amerika Davlat Majlisida lobby faoliyatlarini boshlatgan va ular 26 iyul kuni Amerika Avam palata a'zosi, Amerika Davlat Majlisi Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Tom Suzy bilan ko'rishib, uning bilan Uyg'ur Amerika grajdanlari va siyosiy panoh tilguvchilarini Xitoy hokimiyatining davlatlar hal qilgan ziyonkashliklardan qandoq qo'g'dash qatorliq muhim mazmunlar ustida muzokara olib bordi. 28 iyul kuni Roshan Abbas xonim bilan Abdulhakim Idris apandim yana Amerika Avam palatasining raisi, Amerika siyosiy sahnasidagi 3-nomerlik kuchli shaxs Nancy Pelosi xonim hamda Amerika Davlat Majlisining a'zosi Jim McGovern bilan uchrashib Uyg'urlar masalasi to'g'risida suhbatlar o'tkazdi. Xitoyning hukumat axboroti bo'lgan Xitoy xabarlari to'g'ri yaqinda dunyoning har qaysi joylaridagi 900 dan oshiq ommaviy tashkilot imzo qo'ygan bir parcha ochiq xatni e'lon qilib, bu tashkilotlarning birdek Michelle Bacheletni Uyg'urlar haqidagi dokladni e'lon qilmaslikka chaqirganligini bildirgan. BDT kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet Sharq Turkistonni ziyorat qilganda Xitoy hukumati atalmish vakillik kishilarni uning bilan uchrashtirgan edi. Bugungi kunda ulardan ba'zilarini harakatga keltirib Michelle Bacheletga ilxat yozdirgan. 7 oyning 27 kuni Xitoycha Tangirtaq
to'g'rida berilgan xabarda mundaq deyilgan. Yaqinqi mezgildan buyon Şinjandagi ko'plagan kishilar BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletga ilxat yo'llab, o'zlarining kechmishlarini bayon qildi. Şinjangning haqiqiy ahvolini tonishtirdi hamda Amerika boshchiligidagi g'arb kuchlarining Şinjangga qarshi surkashlariga bo'lgan kuchli noroziligini ifodaladi. Xitoy xabarlar to'g'rining ilgari surishicha, har qaysi ellardagi jami 923 ommaviy tashkilot birlikda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligi tomonidan tayyorlangan, ammo Xitoyning besim bilan 2 yilga yaqin vaqtdan beri e'lon qilinmayotgan bu dokladni saxta va Xitoy qarshi kuchlarning yolg'on guvohliklari bilan to'lgan deb ayiblagan. Shundaqla Michel Bachelet ishxonasini bu dokladni e'lon qilishni rad qilishga chaqirgan. Holbuki Fransiya xalqaro radiosi RFI'ning yuqorqi bu atalmış ommaviy tashkilotlarni tekshirib ko'rishicha, bu 923 tashkilotning ko'pi Xitoyning o'zidagi tashkilotlar ekan. Ularning ichidagi 700 dan ko'proqi Sharq Turkistondagi atalmış ommaviy tashkilotlar deb ko'rsatilgan bo'lsa, qolgan chet el tashkilotlarining ko'pinchisi Afrika davlatlari hamda Pokiston qatorli Xitoy bilan intayin quyuq munosabati bor davlatlardagi tashkilotlar ekan. Bu atalmış ommaviy tashkilotlar ichidagi 138-o'ringa tizilgani Fransiyadagi hukumatdan mustaqil bir ommaviy tashkilot deyilgan bo'lib, uning ismi Fransiya, Polineziya va Tinch okean ishlari kengashi ekan. Fransiya xalqaro radiosining egallashicha, inglizcha nomi Tinch okean ishlari kengashi bo'lgan bu tashkilot aslida Xitoyning chet ellar bilan do'stlik jamiyati deb atalgan tashkilotning hamkorligida qurilgan tashkilot bo'lib, u Xitoy kompartiyasining chet ellarga so'zilgan qo'li bo'lgan Xitoy Markaziy birlik sap bo'limi tomonidan qurilgan ekan. Tinch okean ishlari kengashining boshlig'i Heriya Ottinoning Xitoy hukumati bilan bo'lgan munosabati intayin quyuq bo'lib, u davomli holda Xitoyning Yipak yo'liga munosabatli yig'inlarga qatnashib kelgan ekan. Xitoy hukumatining navbatda dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq organlari Uyg'ur tashkilotlar birlikda Michel Bacheletni Uyg'urlar haqidagi bostirib qo'yilgan dokladni e'lon qilishga istayotgan bir paytda atalmış chet el tashkilotlari nomida bu dokladni e'lon qilmaslikni tashabbus qilishi diqqat qo'zg'amoqda. BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet 5-oyning oxirida Sharq Turkistonda kishilik huquq ahvolini tekshirman deb berib, Xi Jinpingning kishilik huquq ta'limotini anglab yenib kelgan edi. U bu yil 8-oyning oxirida vazifasidan istifa berishdan avval Sharq Turkiston haqidagi kishilik huquq dokladini e'lon qilganligini bildirgan bo'lsa-mu, hech e'lon qilmayotgan bo'lib, Xitoyning buningga bor kuchi bilan to'sqinlik qilayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Xitoy hukumatining bu atalmış vakillarga xat yozdirishimi shu maqsadni ko'rsatib bergan. 28-iyul kuni Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ekran orqali ko'rishgan. Ammo bu qatimki ko'rishda Uyg'urlar masalasining kun tartibga kelib kelmaganligi hozirgacha noma'lum. Mazkur uchrashish yaqinda Amerika Avam Palata raisi Nancy Pelosining Tayvanga borganligi haqidagi xabarlarning chiqishi bilan tang ikki davlat munosabati yana qattiq jiddiylashgan bir paytda o'tkazilgan. Dal Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan suhbat o'tkazayotgan vaqtda Amerika Avam Palata raisi Nancy Pelosi xonim Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idrislarni ishxonasida qabul qilib suhbat ilib borgan edi. Birlashma agentligining xabar qilishicha, ikki davlat rahbari o'rtasidagi bu uchrashish Washington vaqti atdigan soat 8 dan 33 minut o'tganda boshlangan bo'lib, soat 10 dan 50 minut o'tganda oxirlashgan. 2 soatdan ortiq davom qilgan suhbatning tafsiloti texi oshkorlanmagan. Xitoy Markaziy televiziyasining bu vaqtda tarqatgan xabarda ikki davlat rahbari Xitoy Amerika munosabatlari va ikki taraf o'rtaq ko'ngil bildigan masalalarda cho'nqur fikr almashtirdi deyilgan. Amerika Davlat xavfsizlik kengashining bayonotchisi John Kirby 27-iyul kundagi bayonotida prezident Joe Bidenning Xi Jinping bilan o'tkazadigan suhbatda Tayvan masalasidagi jiddiylik, Xitoyning Hind-Tinch okean rayonidagi ig'vogarlik harakatlari, iqtisodiy munosabatlar va shundaqla Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchilikdagi pozitsiyasi qatorliq masalalarni o'ttirib qo'ydiganligini bildirgan. Reuters agentligining aytishicha, ikki davlat rahbarining bu qatimliq suhbati asosliq Tayvan masalasi sababidan qattiq yiriklashgan munosabatni tangshab, harbiy to'qinish kelib chiqishining oldini olishni maqsad qilgan ekan. Amerika Avam Palata raisi Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilish mumkinligi haqidagi xabarlar chiqqandan keyin, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian 7-oyning 25-kuni qilgan so'zida Xitoy hukumatı bu ziyoratning amaliylashish ehtimolligini ko'zda tutib, astoydil tayyorlik qilyotdi. Barliq oqibatni Amerika taraf ustiga oladi degan edi. Bundan sırt, Xitoy davlat raisi Xi Jinping 27-iyul kuni Beijingda har qaysi o'lka rahbarlari qatnashgan bir yig'inda so'z qilib, kadrlarning Xitoy uchun intayin halqiliq bo'lgan payt uchun tayyorlik qilishni aytgan. Janubiy Xitoy atganlik pochtasi gazetining xabar qilishicha, Xi Jinping har qaysi o'lka boshliqlari va ministrlarning 2 kunlik o'ginishda qilgan so'zida Xitoy kompartiyasining pat arada o'tkaziladigan 20-navbatlik qurultayi intayin muhim. Bu bizning sotsialistik zamonaviy davlat qurish yangi musofirimizdagi halqiliq paytda o'tkaziladi. Biz bu yig'inda partiya
partiya va davlatning kelgusi, sotsializmning kelgusi va Junxo millatining zo'r gullanishi bilan munosabatli asosiy siyosatlarni ilmiy usulda muzokara qilamiz degan. Amerika Xitoy munosabatlari navbatda Uyg'ur majburiy emgaki, Tayvan va Hong Kong masalalari, Xitoyning kengaymichilik harakatlari, iqtisodiy zo'migarlik sababidan uzluksiz yomonlashayotgan bo'lib, Joe Biden bilan Xi Jinpingning bu navbatlik ekran suhbatining bu masalalarni bartaraf qilishda qanchalik unumli bo'lganligi hozircha aniq emas ekan. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston toshyo'l temir yo'l birlashma transporti xalqaro yuk to'sh liniyasi rasmiy ishga kirishtirilgan. Xitoy xabarlari to'g'rining xabariga qaraganda 28-iyul kunidan boshlab Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston toshyo'l temir yo'l birlashma transporti yuk to'sh liniyasini ishga kirishtirgan. Bu liniyada Urumchi xalqaro quruqlik port rayonidan poyezd orqali yo'lga chiqqan mallar Qashqarga to'shildi ekan. Ondan toshyo'l orqali Qirg'izistonga, u yerdan O'zbekistonga to'shildi ekan. Xabarda mundaq deyilgan: bu liniya Xitoy, Yevropa va O'rta Osiyo qatnash kanalida yangi bosish hosil qildi. Bu asldagi Qo'rg'os orqali O'rta Osiyoga boradigan an'anaviy yo'lga qaraganda texim tejashlik va unumli bo'lib, Xitoy bilan O'rta Osiyo o'rtasidagi savdo almashtirishni texim qolaylik va unumli yo'l bilan ta'minlaydi. Xabarda yana Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston toshyo'l temir yo'l birlashma transportining Urumchining Yipak yo'li iqtisodiy belbig'ining yadroliq rayondagi muhim rolini texim kuchaytirib, Xinjiangni tashqi dunyoga ichib o'tishining yangi andisini texim yaxshilaydi deyilgan. Xitoy hukumatining 2017-yildan boshlab Uyg'urlarning puldorlarini o'z ichiga olgan millionlarcha Uyg'urni lagerga qamab, rayonni mutlaq qamalga olgandan keyin Xinjiangni dunyoga ichib o'tishni ilgari surishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.